Assalomu alaykum bolajonlar. Bugungi darsimiz tarbiya darsi. Mavzuyimiz biz qanday dunyoda yashashni xohlaymiz. Darsning maqsadlari: ta'limiy maqsad bolalarga tinch, toza, mehrli dunyo haqida tushuncha berish, atrof muhitni asrashni o'rgatish. Tarbiyaviy maqsad bolalarda ezgulik, mehr, hurmat, g'amxo'rlik kabi fazilatlarni tarbiyalash. Rivojlantiruvchi maqsad o'quvchilarning tafakkuri va nutqini rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirish. Assalomu alaykum bolajonlar. Bugun biz juda muhim mavzuda suhbatlashamiz. Biz qanday dunyoda yashashni xohlaymiz? Biz yashayotgan dunyo bu bizning uydir. Unda ota-onamiz, do'stlarimiz, tabiat va barcha go'zallik bor. Har kim tinch, toza, chiroyli, mehrga to'la dunyoda yashashni istaydi. Shunday dunyo yaratish uchun avvalo o'zimizdan boshlaymiz. Tozalikni saqlaymiz, yaxshi so'z aytamiz, yordam beramiz. Dunyo faqat yer-u osmon emas, bu biz yashayotgan hayot. Agar biz uni yaxshi ishlarga to'ldirsak, dunyo chiroyli bo'ladi. Har kuni bir yaxshilik qilaylik. Kimdandir quvonch uyg'otish, ota-onaga yordam berish, gullarga suv quyish, qushlarga yem berish. Biz xohlaydigan dunyoda odamlar urushmaydi, tabiat toza, havo musaffo, bolalar kulib yashaydi. Biz tabiatni avaylashimiz kerak. Daraxtlar bizga havo beradi, suv hayot beradi. Ularni isrof qilmaylik, sindirmaylik, iflos qilmaylik. Yaxshi dunyo odamlar bir-birini qadrlaydi. Mehr, tinchlik, do'stlik bu dunyoni chiroyli qiladi. Yaxshi so'z, tabassum ham dunyoni bezaydi. Bolajonlar, dunyo go'zal bo'lishi uchun avvalo biz yaxshi bo'laylik, yaxshi so'z aytaylik, tozalikni saqlaylik, tabiatni asraylik. Shunda biz orzu qilgan baxtli dunyoda yashaymiz. Uyga vazifa qilib, rasmingizda men qanday dunyoda yashashni xohlayman mavzusida chizib keling. Masalan, quyoshli osmon, tabiat, do'stlar, tinchlik, quvonchli hayot, bularni rasmda ifodalang. Mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimiz ham o'z